Ismi o'zgartirilgan, klinik o'limni boshdan kechirgan va ipodromda choy sotgan Sevara Nazarxon. Kanalimizni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoga layk bosishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti Sevara Nazarxon 23-dekabr sanasida 49 yoshni qarshi oldi. Shu munosabat bilan uning hayot va ijod yo'liga nazar tashlaymiz. Nega ismini o'zgartirgan? Sevara Nazarxon 1976-yilning 23-dekabrda Andijon viloyatida tavallud topgan. U oilada o'rtancha farzand bo'lib, uning opasi va ukasi bor. Xonandaning hikoya qilishicha, uning tug'ilishi klinik o'lim bilan kuzatilgan. Biroz vaqtdan so'ng hayotga qaytgan. Sevaraning hayotida o'zgarish yuz berdi. Avvaliga hayotida bu mudhish hodisa sababli unga Umida deya ism qo'ygan otasi barcha ko'rgulik ortda qolgach, qizim sevimli bo'lsin deya uni Sevaraga o'zgartirgan. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarda uning ismi Umida Nazarxonova bo'lgan. Shu sababli maktabda uni hamma aynan Umida deb bilgan va bu Sevaraga yoqmagan. Pasport olayotganda u ismini Sevara deya qayd etgan. Xonanda bolaligida Farg'onadagi buvisining uyiga ko'p borgani va eng shirin xotiralari o'sha yer bilan bog'liq ekanligi haqida ham so'zlab bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, xonanda Xudoyorxonning 8-avlodi hisoblanadi. Xonanda intervyularning birida bir necha yil avval pul topish uchun ipodromda choy sotgani haqida aytib o'tgan. Ba'zan mendan so'rashadi, auditoriyangiz, muxlislaringiz boshqalarnikidan farq qiladi. Bu natijaga qanday erishgansiz? Ularni qanday topasiz deb. Shu payt men 2 yil ipodromda choy sotgan davrlarimni eslayman. Bu hayotimdagi eng muhim va qo'rqinchli damlar edi. Onam ikkalamiz idishlarni yaxshilab yuvib, yoniga muz qo'yib choy sotardik. Bu bilan nima demoqchiman? Men har doim oddiy odamlar qatorida bo'lganman. Hozir ham shundayman. Boshqalardan farq qilaman deb o'ylamayman. Ko'chada tanib qolishsa, ha, bu yoqimli holat, xursand bo'laman, lekin men ham boshqalar singari oddiy odamman, deydi xonanda. Xonanda bolalikdan san'atga qiziqqani, Sherali Jo'rayevning muxlisi bo'lgani va moliyaviy qiyinchiliklar bilan Toshkentga kelgani haqida so'zlab bergan. Bolaligimdan Sherali Jo'rayevning muxlisi bo'lganman. Uning qo'shiqlarini eshitib ulg'ayganman desam ham bo'ladi. Sevara Nazarxon 1998-yili O'zbekiston Davlat konservatoriyasiga o'qishga kirgan. U talaba bo'lish bilan birga yakkaxon ijrochi sifatida ham faoliyatini boshlagan. Undan avval solo va steris guruhlarda faoliyat yuritgan, ammo u yerdagi natijalardan ko'ngli to'lmagan. 2000-yil Sevara Nazarxonga nihoyatda omadli keldi. U Nihol nomidagi davlat mukofotini qo'lga kiritdi. Oradan 2 yil o'tib O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist mukofoti bilan taqdirlandi. Xonanda ijod bilan bo'lib turmush qurishga shoshilmaydi. U 30 yoshida Bahrom Pirimqulov bilan oila qurgan. Ularning to'yi O'zbekiston mehmonxonasining yozgi restoranida bo'lib o'tgan. Aslida kuyov o'zbek, ammo o'sha yillari xonandaning o'zga millat vakili bilan oila qurgani haqida mish-mishlar tarqalgan. Xonandaning shaxsiyati ham ijodi kabi o'ziga xos. U boshqalarga o'xshashni istamaydi. Hatto intervyu berish bilan bog'liq qarashlari ham bor. Ijodimning ayrim pallalarida ma'murimdan intervyu bermaslikni, bunaqa takliflarni qabul qilmasliklarini iltimos qilaman. Ijodimda biror yangilik bo'lmaganida, yangi albom chiqayotgan bo'lmasa, yangi konsert berayotgan bo'lmasam shunday qilaman. Aravani quruq olib qochish bilan o'quvchilarni ham, tinglovchilarni ham urintirib qo'yishni istamayman. O'zbekistonda juda ko'pdan beri yangi albomim chiqqani yo'q. Konsert ham berganim yo'q. Nimalar haqida intervyu berishim mumkin? Siz yoqtirgan taom qaysi? Choyni xush ko'rasizmi, ayronnimi? Kun tartibingiz qanday degan savollarga javob berishni yoqtirmayman. Boshqa san'atkorlar haqida nima o'ylashim va shunga o'xshash savollarni ham jinim suymaydi. Va aksincha, o'zbekcha albomim chiqsa yo Toshkentda konsert bersam, xursandchilik bilan kerilib o'zim bu haqda so'zlab beraman. Bitta narsaga ishoning va eslab qoling. O'zim hammangizni intervyu berishga chaqiraman, deydi xonanda. Sevara Nazarxon xorij sahnasiga intiladigan xonandalar toifasiga kiradi. U rang-baranglikni yoqtiradi. Shu bois til o'rganishga intiladi va farzandlari ham
xorij tillarida mukammal so'zlashadi. Xonanda oilasi bilan Londonda yashagani uchun rus, ingliz va fransuz tillarida bemalol so'zlashadi. Ayni damda o'g'li Dengiz Londonda tahsil oladi. Xonanda esa qizi Imon Anvar bilan Toshkentda yashamoqda. Qizi Toshkentdagi xususiy maktabda tahsil oladi. U ingliz tilida bemalol so'zlashadi. Shu bois oilada shu tilda muloqot qilinadi. Ha, darvoqe, xonanda qizini 40 yoshda dunyoga keltirgan. Hamma bolalarimni menga o'xshatadi, ammo men ko'proq ulardek bo'lishni istayman. Hamisha ulardek mehribon, samimiy va sho'x bo'lishni istayman deb yozadi u Instagram sahifasida. Sevara Nazarxon 2000-yildan boshlab Londondagi Universal Music studiyasi hamda dunyoga mashhur xonanda va prodyuser Peter Gabriel bilan hamkorlik qilib kelmoqda. 2003-yildan boshlab xalq qo'shiqlarini pop-folks yo'nalishida ijro eta boshladi. Bundan tashqari o'z ovozi bilan dunyoni zabt etgan osiyolik 15 nafar xonanda ro'yxatidan ham joy olgan.